uchun bo'yi past lekin balandroq ko'rinmoqchi bo'lgan ayollarimiz uchun tavsiyalar. Eng birinchi tavsiya, tepa pastki qismi bir xil rangdagi kiyimlarni tanlang. Ikkinchi tavsiya, printlar yoki naqshlar tanlayotganda katta gulli yoki katta kletkali yoki katta semiz poluskali kiyimlarni aslo tanlamang. Bular sizni yana ham past ko'rsatadi. Va iloji boricha vertikalniy chiziqlar, ingichkaroq chiziqlar, garoshkalar bo'lsa, ular maydaroq garoshkalar bo'lishi kerak. Ya'ni bizda nima katta bo'lsa obrazimizda, o'sha obrazdagi print bo'yimizni past ko'rsatadi. Faqat print emas, bichimlarda, masalan, katta yoqa bo'lsa ham bo'yimizni past ko'rsatadi. Yoki keng yeng bo'lsa ham, u ham past ko'rsatib qo'yadi. Shuning uchun iloji boricha kiyimlar tanlayotganda ranglarga ham ahamiyat beramiz va ranglarda ham tepa pasti bir xil bo'lgan ranglarni tanlashingiz kerak bo'ladi.